Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli hojalar, hojanalar. Bugun sizlar bilan Makka-i Mukarramadagi Pullman Zamzam mehmonxonasini Ka'ba tarafga qaragan svit xonasini obzor qilamiz inshaalloh. Bismillah. O'zimiz ham hozir keldik. Soatga adashmasam hozir tahajjudga azon aytdi. Kalitlari bilan bismillah qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Voy mashalloh. Tabarakalloh. Aslar xonalarini birma-bir ko'rsak, mashalloh kelganda o'ng tarafimizda hammom qismimiz joylashgan ekan. Hamma narsasi full. Mana sochiqlari, qo'l, oyoq, hamma narsasi full ekan. Mashalloh, tabarakalloh. Voy, oshxonasi ham o'zida bo'lar ekan, azizlar. To'g'risini aytsam, meni o'zim ham birinchi kirishim. Birinchi toza vaqtda sizlarga video qilay dedim. Kofe apparatlari bor ekan, tayyor mana hamma narsasi. Xo'p. Bismillah. Birinchi svit xonamiz. Hamma narsalari bor. 2 kishilik. Buni ham o'zini hammomi, vannasi alohida bo'lar ekan. Mashalloh. Svit degancha bor. Bunga albatta shu yerga kelib yotishni niyat qilganlar bitta yurakchani qizartirib qo'yasizlar. Voy mashalloh. Azizlar, mana bu narsasi ham bo'lar ekan o'zini ichida. Biz prinsesskiy xonasiga keldik. Mashalloh. Yaxshi akalarimiz, hamkorlarimiz buni tavsiya qilishdi. O'zlari 4 kunga bron qilib, mana qarasangizlar, shirinliklari, suvlari, bananlari, mevalari, hamma narsasi bor ekan. Mashalloh. Endi Allohning mehmoni Zuyufur Rahmonlarga bunday xizmat qilyapti. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Azizlar, mana bu yerda suvlari, so'klari, televideniyasi, hamma narsasi bor va eng asosiysi, akalar, eng asosiysi bismillah. 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 Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mashalloh akalar, bu ne go'zallik. Mashalloh, mashalloh, mashalloh. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Akalar, ikkinchi xonani ko'rsatamiz. Ikkinchi xona alohida xona. Mumkin mashalloh bu yerda ham hamma informatsiyalari bor ekan. Inshaalloh tabarakalloh bu xonamizni ham ko'ramiz sizlar bilan hozir. Voy mashalloh. Ana u domlaning baytlari bor-ku, seni yaratgan olam uzra inson go'zal degan. Mashalloh. Azizlar, Baytullohdamiz. Hammangizga go'zal shunaqa safarlarga kelishni, Baytullohga kelishni, Allohning mehmoni bo'lish ro'zai nasib qilsin. Agarda shunaqa xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ota-onangizni shunaqa go'zal mehmonxonalarga jo'natib, ularning duosini olaman desangiz, jannatiylaringizni xursand qilaman desangiz, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Iltimos bizning videolarimizni yaqinlaringizga ulashing, uni layklar bilan himoyalab turing va bizni bu bilan siz bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Hammangizga katta rahmat. Qo'ldan kelgancha sizlarga o'tishga harakat qildik inshaalloh. Va yana yozib qoldiringlar, qaysi mehmonxonalarni obzor qilishni va Makka va Madinaning qaysi joylarini ko'rish xohlaysiz. Kommentariyalarni kutamiz. Salomat bo'lasizlar.